Yo'qmisilar do'stlar, men sizlarning yuztuvan hijiljan do'stlaringiz endimayan. Sizlar 4 ko'z bilan kutib atgan Bahubalining 2-chi bölümü oxiri yetib keldi. Bugun sizlarga so'zlaydigan hikoyamiz bo'lsa, ko'zi cho'ng, kallasi to'ng bo'lgan Poliko'z qinoni bilan og'zini yummaydigan kumpisi bor kelinning birlikda bechara bolani o'lim girdoviga opirib qo'yganning hikoyasi. Hikoyamiz davomliq Bahubalining 1-bölümiga davomlashtirib so'zlandi. Agar ilgirki qismini ko'rmaganlar bo'lsa, Halus Salondan va yoki Moshid Dovindan ko'rsanglar bo'ladi. Durust. Hikoyamizga qaytib kelaylik. Bu tungilakda ko'z bor, pichoqda so'z bor xotin Hindiston podshohligining xon validasi Poliko'z xon edi. Mana bugun qo'y go'sht yeb zerikkan bu xotin o'tan kavobda pil pishiraman deb beshiga kuldonni qo'yib dog'dom qadamlar bilan ziyofatga menyotdi. Xotin laz shovidir. To'satdan bizning qahramon Bahubali ishni bir tip ichib o'zining yeshig'i tayyorlab qo'ygan kavobdansini so'rab ochqidi. Hamda g'o'dug'il qilayotgan xalqlarga Qarindoshlar, men uzun yil kavobchilik qilgan 38 xil kavob chiqarishni bilaman. Hil kavobiga ziri qasi qattiq moslashidi, ovoz ziri chachimiz, andin dassaymiz. Bu umoq pulga o'zining surlangan go'shtlari tetib ketib, xush bo'lib ketadi. Bahubali yulg'un kavobdan gangvar kavob yaxshi deb, ko'nichi kavob berish uslubiga xotim berish uchun burunqi kavob iloyi Mehmet Burutning haykalini ko'ydirib tashlaydi. Amaliyotda Poliko'z xon musha harakatlari orqali xalq omonlik tilayotadi. Onasining xalq uchun uzun safarlarni besib, og'rib ketgan putlarni ko'rgan Bahubali, "Jafo chekdim, ona, putlaring og'rib ketgan-du" deb onasining shishib ketgan putlarini beshiga yostiq qilib yetib oladi. Mana nima degan kuyimjon Bahubali bu? Otun kavab qilarmish dexe. Kav menjin g'iytamda. Og'zining ustiga ishqital kuyib ketgan to'xu pochig'ini esib olgan, chechini tavran qilib olgan, butun to'ylig'ini bo'yniga esib olgan bu Kasaya o'g'ris chiroy qiyri Bala divaning o'z dadisi, Hindiston xondanligi Meyipla jamiyatining faxriy raisi Jala diva apandim bo'lib, o'zining ham o'g'lining podshohlik taxtiga o'ltiranmaganligidan qattiq shang-shing bo'lib, aroq ichib, kayfning ichiga cho'kib ketgan edi. Bahubali taxt varisi bo'lib tayinlangandan keyin o'zining ayoli va Bala divaning onasi davlat xon validasi Poliko'z xonni qaslamoqchi bo'ladi. O'sha opang degan bir nimani bo'ynini siqib o'ttirib o'tgan ketdi. Lekin men opangdan qo'rqayman-da. Endi qo'rqaymanmi emas, hurmat qilaman. Shunga sen opangning arzuliq o'g'li ming bir jaboda emitib cho'ng qilgan yurak parisi bo'lgandan keyin senli o'ttirib o'tamsa ya. Voy dada, avayla. Ma opamning amroq qochilarini chiqib o'tib qolma deb qopsa, o'ng qo'limda dangal chalma, turkingni chiqib o'taman. Ota! Siz xon validning yomon gapini qilganda qildingiz-a? Xotin yasson, xon validi yasson. Bir kuni Bahubali onasidan ruxsat so'rab, yangidan yezib-atgan Bahubali qiz bola keltirish qo'llanmasiga material to'plash uchun boshqa ellarni kezib kelmoqchi bo'ladi. Balam, safarga chiqyapsa, sirtning qizlari bek yomon. Diqqat qilji-mu balam. Mahallimizda sen chachirmagan qizlar qolmadi. Ular seni hozir Bahubotqaq deydigan bo'lyapti. Unda qilaversang, o'g'in chatroq deb noming chiqib ketmasin. Shunga eng yaxshisi Katappani evol. Validam to'g'ri deydi shahzoda. Nima qilaman apa bu tazni? Shahzodam to'g'ri deydi valida. Saz yigitning do'sti taz yigit deb anglamaganmi? Validam to'g'ri deydi shahzoda. Bo'ladi ana. Validam davrdi shahzodam. Chig'ning bordi go'sha debdiki. Oldimizda yo'yongchi bor. Ashada to'shaq qizlar bor deydi. Shuyak bir o'tib kelmamdiq. Okulchakning suvi bo'ldi-ku. Bir qapas ichib deyli. To'satdan suvning ustiga bir tup yovshan bo'lib ketgan jangshifillar chiqib qoladi. Voy, bu yer to'shaq so'ngrin to'lgan-ku. Bu zotini bo'lib ketdi. Ansirab ketmang shahzodam. Bular yandan bayanning filmlarining haqsiz chiqishini saqlab yotganlar. Yana bir tarafda xon validi Bala diva bilan yangi kayfoning planini muzokiralashayotdi. Balam, ma ordining keyniga biz xandonlikning archisini sanmoqchi. O'zang beshida turib, bahoni qiqas o'stirib, noch simdan birini qo'yib, o'ymilik so'tsini bir qilib baqamsa, jinim mana. Kerak emas fangchan uylaring. Kerak emas shirin so'zlaring. Dingpov kabi sening ko'zlaring. Nima desang ras, hey, ching aydi mama.
Diqqatimiz davomliq Bahubalida bo'lsin. Bahu bilan Katappa ko'chada o'tgan qizlarga nomer qo'yib menyotatdi. Oy, mollarning faqat tayini yo'q-ku bu yerda. Dal bu chaqda Chuntala davlatining Taqtirvon atrati bu yerga kelib qoladi. Taqtirvon ishida o'ltirgani Chuntala davlatining malikasi go'zallikda tangdishi yo'q, hozirgacha yigit yo'q Sharvonaxon edi. Bundaq chiroyli qizning malisiga qadam tekshirib qilganligini ko'rgan qaroqchilar "Voda" desa "Voda" deyishib, malikaga qarab yuguraydi. Bu qizning o'zini jamolini ko'rgan Bahubali, "Ha, 90 nomer qo'yibetdim, charrinlarni yuyivetdim, haspa menga Katappa, taqdirimga yezivetdim." Sharvonaxon faqat bir soyib jamolla bo'lib qolmasdan, yana texi dangliq qilishvoz chamboshchi, yogachi, masoji edi. Hamma sohalarda oltin medal olgan bu qiz ko'z-ko'z qilish uchun burun quloqlarga medallarni esib yuradi. "Hasaki! Hasaki! Hasaki!" Bahubali bu qizga qarab ichidan suyunib ketdi. "Ha, bu qizning chiroyidan qarsam, g'azab tayoq ko'taradigan chiroygo. Bir kunda 3 qitim ursammi ko'taradigan chiroy." Dushmanlar kayni-kaynidan bostirib keldi. Lekin Bahubalining xiyoli bu qizni qandoq urishdi qoldi. Dushmanlarni yer tishlatgan Sharvonaxon Bahubali bilan Katabbani ko'rib qattiq ranjib ketdi. "Chiqing, nima qilishding? Men o'zim yolg'iz cho'ngluda tanjang qilib ketdim. Birazdan kelib puju qilishmiding? G'azab king birni bilan ekansizlar-ku." "Ranjiman qinim. Mening bu jiyanim endi boshlang'ichni bitdagan. Sal aqli kamtuk. Hayotim men uni doya qil aketgan. Sizdek ravshular yetakchilik qilmasa, ma bola menimi kingli qiladigan chiray. Xanam menimi deyli qilib qo'ying, menimi deyli qilib qo'ying a?" "Am, bo'ldi. O'zim gutay." Bu odamning ismi Jasorat bo'lib, to'yminni tejab qilish uchun o'zining navir singlisi Sharvonaxonni olaman deb gus-gus maytisiga urdigan, lekin intoyin qo'rqinchoq to'qipoqi bir nima edi. U Sharvonaxonning oldida o'zini ko'rsatib qo'yish uchun Bahubaliga qilishvozlik o'rgatdi. Esingda bo'lsin. Boshda jasudim birini olsa, andin mandaroq bir qilishni ilib, manda chapsa, manda chapsa. Bahubali Sharvonaxonning chiroyiga qarab, o'zini bilmagan asosda birli kuchab ko'takni o'ttirdan ishga qilib dedi. Bir chet turgan Katappa gupponchilik qilib, bu to'k bilan hammasini jasoratga otdi. Xalqlardan jasoratning dahshat bir chanaydigan bo'lishganligini anglab, Sharvonaxon uni izlab kelib, naq maydonda ko'takni chanab berishini so'raydi. "Anglasam sizni bek chanaydi" deydi. "Chanam siz, chananga, menimi chananga." Bu chaqda Katappa tuyuqsiz yugurib kelib, uni to'sib oldi. "Ey xo'jam, o'tash o'g'anda bek kuchab ketmang. Siyriqatni yetib olasiz." Shuning bilan Sharvonaxon jasoratni atsi birlikda o'lashga taklif qildi. Bu qismni bo'ytoq qiz-o'g'illarning nijatkori bo'lgan Shiji loyiqim saloni alayda talab qildi. O maydonda Bahubali jasoratning kaynidan ekshib yuradi. U o'zining Vunengokov sanyan molidan o'rganib olgan fizikalik bilimlaridan to'liq foydalanib, jismlarning markazdan qichish kuchi va yer sharining tortish kuchini inchlik bilan hisoblash orqali jasorat bilan rezonans hosil qilib, internatsionalizmlik rolni to'liq namoyon qilib, to'ng'izlarni yotqizib qo'ydi. Bugun kechki tomoq bo'ldi. Bu ishlardan gumonlanib qolgan Sharvonaxon to'xtasila, kayningizdagi modelda bir xumsida qilib turdi. Sal xubsarlik qilyotidi deydi. Hamda Bahubaliga bir nayz berib, to'gi bilan o'shkining chonglashgan bolasi to'shkidan birini qo'yib berdi. To'shkining ushqanda kelayotganligini ko'rgan Bahubali intoyin ustadlik bilan bir jashoy qilib, Hindistondagi ikkinchi toshqusi oladi. Bahuning qing'tir qilib o'ligini otib olishdan ansirgan malika, "Ansirmang, bu Gongshanga yesab sug'urt ko'tirdi" deb tasalli berdi. Bu chaqda Iroqdagi Hindiston xonadonligida Baladiva payloqchilardan Bahubalining izdirigini oladi. Hamda uning bir qizga oshiq bo'lib qolganligidan xabar topadi. Sharvonaxonning rasmini ko'rgan Baladiva qattiq ranjib ketadi. "Xonadonlikni bo'l sen ol, xotinnimi sen ol. Men bu yerda chatroq qarab o'ltiramdim. Men opamga deymayman. Opa, men bu qizni Shiji loyiqim salonda qitib oldim. Pek chiroyliqga. Hey balam, yaxshi tanlagansa, Shiji loyiqim salonda buningdimi chiroyli qizlar bor-ku?" "Xonishim, odam degan chiroyli emas, fazilatga qarash kerak. U salonda nini fazilatli o'g'il qizlar bor deb angldim." "Jo opa, nim bo'lsa mush qizni olaman, mushini. Chatoq yo'q balam. Sana bermay kim gap beraman?" "Ey yiliqi, darhol restoranlarni qo'sh. Har bir jo'za 500 qo'ydan ishib ketmasin. Ganza uydak tayin yo'q tamoqlarni chiqamsin. Ey palonchi, bag'oqlarni bostirib, kayniga arvima qilishni unutib qolma. Erlar soat 12da ayollar to'tib kelsin. Kayniga yezib qo'y, vaqtida kelmiz tamoq tatiyveramiz deb. Ey pistanchi, ma pichoqni bilib kel. Qalni qiynab qo'ysa olmaydi. Qag'ininglar, uylarni tozalab, pollarni surtib tayyor turinglar."
Hindiston xondanligining elchilari 40 patmisni ko'tarib Kuntayan xondanligiga qiz so'rab keladi. O'ylamgan yerdan Sharvonixon cho'nglarning gapiga qo'shiq silib, bu to'yga qo'shilmaydiganligini, hamda undaq hamma ishda opsining gapini anglaydigan bolalarga tegmaydiganligini aytadi. Buni anglab g'azabga kelgan Palikuzxon qo'shin boshlab o'zining qinonligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladi. Haqiqiy ahvoldan bexabar Bahubali bilan Katobba opsini o'zi uchun qiz so'rab elchavatdi deb o'ylab gulqaqadir ichilib sho bo'lib ketadi. Dal bu paytda Hindiston xondanligining lashkarlari Kuntayan xondanligiga bostirib kirdi. O'z puhrolarini chin qalbidan suydigan bu odil shahzoda Bahubali bu yerdagi uqishmaslikni tugutish uchun o'z qo'li bilan o'z davlatining lashkarlarini yer bilan yaksan qilib o'tdi. Bu chaqda jasorat o'zining vakolatchilarini yig'ib, yuqorqi qavatdagi bovshangda qonun saloniga e'lon bermoqchi bo'lgan yangi mahsulotni tunishtirib o'tdi. Voy, ya budirchash. Maqiqas vaqtida keldingmi? Diyorchonga payzing bormi? Erkakdek bir ish qila. O'g'il bola degan bundoq vaqtda oldingi safda bo'lish kerak. Shamshirimni olg'in hamshirim. Tutama mening otimiras shamshirimni. Bahubali o'zining uzun yildan yoqi yenidan ayrilmagan shamshirni jasoratga berdi. Hamda quyrug'ini xodi qiladi. Ve bu kalem turashkanga olmaqlamdim ya kalem ushlamdim buningda. To'satdan kelgan dushmanlar buni taraf-tarafdan qo'rshib oladi. Jasoratning qo'lidagi bu pichoq ajoyib sirliq pichoq bo'lib, dushmanlar kayni-kaynidan kelib bu pichoqning ustida yetib berdi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Qaysar Sharvonixon Xo'yini tanlab Chingli Bingshen qilib atdi. Bahubali bo'lsa yana kelib, "Ey jonim, bu o'ynishingiz xato. Boshda Lenjov otimiz, ondan Tajov ochimiz, Taji uchrab qolsa, qo'ngni qisib qochimiz." Bu esnada Sharvonixon Bahubalining to'xtamay otgan o'qlarga qarab, uningga kuyab qoladi. Darvaqa, hech qanday bir qiz buningda kayni-kayndan atalaydigan bolalarga kuymay tura olmaydi. Yaxshi, mayoq keling, qo'saqni yig'ib maydonga ko'taramiz, tatib, bachku, mana tagdi. Shuncha kasash emasmi? Dushmanlari kayni-kayndan bostirib kelishga boshlaydi. Bahubali bilan Katobba o'z davlatidan kelgan lashkarlarning yo'l bo'yi charchab, qusab ketganini ko'zda tutib, Kuntayan davlatining eng cho'ng suv qurilishini chugib tashlab, suvni qo'yib lashkarlarning ugi-ugilariga olib o'tdi. Bidre, osam tutganma avtosma, chiqibitimiz deb chiqibitiga shuamki. Hech qisi yo'q. Takalluf qilmang. Bu mening qilishga tegishli ishim. Gap tushunamsiz yo quloq tikirjiqmi? Tosma da'vatime tosma. Yo'q, bu o'sma emas. O'zimning qish tabiiy shunda. Ma baliq biringlar gap tushunsanlarchu. Shoyim, ranjimisizlar. Maqsadini men tushuntirib qo'yay. Bu balning demoqchi bo'lgani singlingni olma deydi. Bo'pti, singlimni bersammi beray. Biroq qarsam senmi shosh bolada qilib tursa, shunga burunqi qushqashlaringni yig'ishtirib etsan bo'larmiki? Podshoning gapi tugmay turibla, Bahubalining burunqi qushqashlaridan huchur kelishga boshlaydi. Voy, nima huchurki? Opla. O'bey Zeyma deydi. Opla. Nima dedingiz? Voy, nomussiz. O'ylamabdim. Bundaq odam ekanligingizni. Undaq demang jinim. Men bu qizga fasola deb qo'ydim. Sen zodi kim? Rostingni ayt. Darg'azabga kelgan Sharvonixon yurikinga o'timni salay deb Bahubalining kiyimini kuydirdi. Bu chaqda Bahubalining chechidan boshqa hammasi kuyib, maytsidga aniga oldirmagan markis ko'rinib qoldi. Mana ballar, bu shapaqchilar jamiyatining faxriy raisi. Fizikini qo'ngdan qirq olmaydigan Hindiston xondanligini ta'sirlantirgan 10 yoshning biri. Hozirgi g'azab qo'li bo'layotgan bola Bahubali. Bu gaplarni anglab hammaylam Bahuga hurmat bildirdi. Amaliyotda Bahubaliga xon valididan uchur kelgan bo'lib, malikini tutib akilishga buyurgan edi. Bahubali Sharvonixonga o'zining onasining hargizmi xato qaror chiqarmaydiganligi, uning bu qarorida cho'qim bir o'xshmaslik borligini, biz kichik bo'lgandan keyin oldiga berib kichik fe'llik bilan kechirim so'rab qo'ysak, hamma ishga salovat bo'lib ketadiganligini aytdi. Sharvonixon Bahuning taklifiga qo'shildi. Birlikda Hindiston xondanligiga qarab safarga chiqdi. Bahubali shunchalik kuyimjon bo'liki, opsini yerda mang'uzib, xotinni do'lisida mang'uzatdi. Ey nadam Bahubali, langmallikda dastlab chiqsa bugun do'langa, ikkini tuxub sakrab chiqdi, at kallanga deganni anglamabsan-kanda. Bular safarga o'ngishliq chiqib oladi. Malika Sharvonixon bo'lsa, yo'l bo'yi "Ladiko" desa "Ladiko" etib, bir obdan tinishdingizdan to'lqin chiqarib, Bahubali bilan plang o'ynag'is ketdi. Bahubali bo'lsa, "Hayzakoni, oriva naru" deb Sharvonixon bilan palakning cho'qqisiga chiqdi. Mana paraxtlar ushdi.
ayron bo'lma ko'rganlaringdi chunki bu Hindiston filmi. Ular o'ngishli qoldi Hindiston xonadonligiga kelib, xon validi bilan ko'rishdi. O'zining asli Bahubaliga emas, Baladivaga xotin bo'lganligini bilgan Sharvonixon zuvoni ichilib ketdi. Nima da'vatsiz? Xohlagancha uningdan elib buningga berdigan nasllik qala deb qoldingizmi? Menga javuldigidek bo'ldingmi? Ikki putangni bir o'tak tiqib etimi? Sizlar xatolashdinglar. Hindistonda o'tak nima ish qilsin? Hammamiz yalong oyoq yurimiz-ku. Emisi mo'misini ko'zi ko'rsatibsin. Ana, uning mo'misi kichik vaqtida tugab ketibdi-ku. Maqsadga kelsak, men xotinga men va'da berib qo'yibdim. Erkek bo'lgandan keyin va'damda turima. Bu xalqning orzulab baqqan qizi, xohlagancha urib tillaydigan onamizning haqqi yo'q-ku. Bolasining bu umrda tunji qitim o'ziga gap yontirganligini anglagan Validixon qattiq cho'chib ketdi. Fursatning pishib yetganligini bilgan Pakmoya ichitqu zavodining changjangsi Jaladiva xon validining yiniga keldi. Ammo men chidamadim jimoa gapga. Demadim kelin degancha mushunda narsa o'g'lingning beshini aylantirib etdi. Ey, nomusi o'zing nima qilmadi? Men bo'lsam mulaplab olaman edi. Baxo, oshta qilsang bo'lamda, osonda baxtima seni, ey. Soğuq qanliqni umrda qilib baxmagan bu xotin oyajonlanib ketib, Bahubaliga yo taxtinga tur, yo xotinga tur deb tahdid soladi. Baxu bo'lsa, mana bu yenimdagi xotin mening taxtim ham mening baxtim deydi. Bu gaplarni anglagan xon valida, "Amsi sen osh taxtingning ustiga chiqib o'tda, men bugundan boshlab Bala divoni podshoh qilaman, sen song'un bo'l" deydi. Hamda Bala divoning taxtga o'ltirish murosimini intoyin dag'dug'liq qilib bermoqchi bo'ladi. Taxtga o'ltirdigan kuni Hindiston podshohligining eng kuchli qo'shinlari hayvat bilan paraddan o'tadi. "Axi Xumi, Yaxubin, o'ng tarafdagilar, so'ng tarafdagilar Başlap ketdik. Tan 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 tan. Ahi Xumi Yahu, Yahu Xami Yahu. Ahi Xumi Yaxubin. Ahi Xumi Yaxubin. Ahi Xumi Yaxubin. Bu paraddan o'tish qoldis bo'ldiki, Hindiston tarixidagi eng yaxshi paraddan o'tish mushuning bilan oxirlashdimi kiymi deyman. Baladiva taxtga o'ltirgani bilan xalq yanada Bahubalini qattiq qo'llaydi. Butun xalq Bahubalining ismini chaqirib turib maydonni ko'tarib etdi. Bahu, yangzang ba Bahu. O Bahu yangzang ba. Ya qistashmoqda, ya qistashmoq. Ya oyig'imda solding. Ya Bahu. Bahubali. Bahubali. Yerjahon Bahubalining ismi bilan qattiq titrab ketdi. Baladiva bo'lsa taxtning ustida po'qigandek o'ltiradi. Bahubali-mo oxir murodiga yetib Sharvonixon bilan to'y qildi va Hindistonda bir nupusning ko'payishiga to'xib qo'shdi. Sharvonixonning qo'saq ko'targanini anglab, har qaysi o'rda a'zolari uni yo'qlab keladi. Podshoh Baladiva fursatni g'animat bilib Bahubalini xotiniga uzoqroq hamroh bo'lib bersin, omildor ayollarni qarib besib qolsa bo'lmaydi, sammi talad lag'aylab yurmay ko'proq xotiningga hamroh bo'l deb Bahubalining o'rniga atiqinda o'lib ketadigan Sitopatini song'ulliq o'rniga tayinlaydi. Bu ishlarning aniqli Bahubalini ko'zdan yo'qotish uchun ilib berilayotgan suiqasd ekanligini his qilgan Sharvonixon odam bor yo'q demay vatildashga boshlaydi. Qanapa, erim siz nim desangiz hadabsiz dema o'tib qo'ygan o'xshaydi, ha? Ko'z oldingizda Bahubalini mushundaq mot qilsa, g'ing-ping qilmadingizku. Ko'z degan kamaknasi ko'rmisi bekonasi deb xandonlikning song'uni burun bir qovul shirti, hamda odam chiqmaganda qasmoq kir bo'ldimi? Ay xotin, bir qiz gapdan qolsangchi. Nimani qalaman, nimani? Ma uyda sizli bo'zakma, erkak bo'lsangiz xandonlik podshoh bo'ling. Ondan men rozi bo'laman. Bichora Bahubali opsi bilan xotinning orasida tanqisliqda qoladi. Hey, buni bundaq qiynig'icha ikkinglar tangli daryoga sakrab olsanglar bo'lmamdi. Necha kundan keyin butxona tavob qilish faoliyati ilib berildi. Sitopati butxonaga kirgan qizlarni bir-birlab silab-siypab tekshiryotdi. Sharvonixon bu numus qarab o'ltirmay xanjarni sug'urib Sitopatini davlat e'tirof qilgan birinchi darajalik meyib qilib qo'ydi. Bu sababli Sharvonixon podshoh tarafidan sudga tortildi. Alilri, sizning bu tayinlagan song'uningiz qarsam o'tgan kechgan cho'kallarga tirnag'ini bek patirib ketdi. Qo'yib bersam ma'lum patirib etadigan chiray. Shuni tirnag'ini olib qo'ydim. Quruq gap. Neydi tirnag'imni oladi? Barmog'imni uzib etdi. Sal cho'nqirib yutib qoptimi, Sitopati apandim. Dal bu paytda Bahubali shamolga dasib, mazmut qadamlari bilan xuddi Victoria Secret tomongandek ishonch bilan keladi. Hamda xotindan bo'lgan ahvollarni anglab qattiq g'azablanadi. Ay xotin, bundaq ahvol ostida tirnag'ini kesmaysan, chechini kessan deydi-da.
qo'lidagi shamshirini bir o'ynatib, Setu Patining bo'y egizligini 1.80 dan 1.50 tushirib qo'ydi. Podsho Baladiva bo'lsa, Bahubalining tijorat kinishkisi bijirmay turib, o'z oldiga qassoblik qilganligiga qattiq ranjib ketdi. Xon valida Bahubalining o'ziga yuz bermaganligidan qattiq ranjiydi. Ikking odamni ko'zga olmayvatamsa, sen go birnin bo'lsa xotiningnikini rastlaydigan bo'lsa, urf odat qoida usullarni unutib ketdingmi? Hey jinim ana, sizning menga o'rgatgan narsalaringizning hech qaysini unutib qolganim yo'q. Siz menga odillikni, samimiylikni ham vafodorlikni o'rgatdingiz. Amdilikda siz meni o'rgatganlaringizga qarshi ish qilg'izmoqchi bo'lyapsiz. Bugun men xotinim tarafda emas, balki odillik tarafda turdim. Buni tushunishingizni umid qilaman. Xon valida Bahubali va Sharvonixonni o'rnidan qo'g'lab chiqardi. Xalqlar puhroga aylangan Bahubali va ayolni qizg'in qarshi oldi. Bo'ldi, yig'lashmanglar. Puhra bo'lib ketdingiz-da. Chip ketdingiz. Chip ketdi degan gap, mollaga degan gap. Puhroga aylangan Bahubali o'zining mo'l tajribasi va kasbiy bilimlariga tayinib, xalqning o'tida kuyib, suyida eqib, cho'nqur singib, xalq orasida texmi ko'p hurmatga sazovor bo'ladi. Bu ishlarni ko'rib o'zining taxtining tavrab qilishidan ansirgan Baladiva Bahubalini ko'zdan tamoman yo'qotish uchun bir suiqasd planlaydi. Bir kuni Sharvonixonning navra akisi Jasorat Jaladivaning podsho Baladivaga Bahubalining jiniga qasd qilmasligi to'g'riliq yolvorayotganligini ko'rib qoladi. Hamda ko'nglida bu qeyrning xili vijdoni borkan-jumu deb birlikda bu qeyr bilan Baladivani ko'zdan yo'qotib Bahubalini qaytadan taxtga chiqarishni planlaydi. Amaliyotda bularning hammasi bir qiltoq edi. Baladivaning maqsadi bo'lsa, Jasoratning qo'lidagi Bahubali bergan shu qalamtirash orqali o'zini yordar qilib, Bahubalining o'zini qasdiganligi to'g'riliq yolg'on paket o'ydirib, uni taltukuz ko'zdan yo'qotish edi. Tova, ko'rdingizmi? Bola baxtimiki desak eshak beqibsiz ana. Ma o'yini qilayotganligini ko'rdingizmi? Ma o'z bolangizning yuzini ko'rdingizmi urvatganni? Yaman nachar nima kevo? Jaladivaning yolg'on yo'qdiq gaplariga ishinib ketgan bu sodda Paliko'zxon qattiq ranjib ketdi. Tova. Hey, kichkim deb qo'ysam yomon edi deyishib ketdi bu bola. Bugun aksiga qas qilsa, opsiga qas qilishdan yanmaydi. Xotinning kayniga kirib, aqli bulg'unibdi buning. Amdilikda amal qolmadi. Undaq o'g'il bo'lgandan bo'lmaganli yaxshi. Kataba, Labay, Hindiston noposini azaytishga to'kib qo'shgan bormi? Har vaqt farmon berdirman. Amisi berib Bahubalini o'ldirib et. Kataba bu ishga qat'iy qarshi turdi. Lekin xon valididan mushu vazifani tugatsa haqiqiy jingshigun bo'la oladiganligini anglagan Kataba amalsizlikdan ma'qul keladi. Baladivaning buyrug'i bilan Kataba yolg'onlardan tutqun bo'lgan bo'lib, Bahubalidan yordam so'raydi. Qahramon Bahubali Katabbaning tutqun bo'lganligini anglab, shamshirni bilib, bo'stirma ichiga kirdi. Katabbani qutqizib chiqqan Bahubali dushmanlar bilan qattiq jang qildi. Jang qilish jarayonida Bahubalining dumbisi qichishib ketib, Katabba dumbamni qoshlab eti deb shamshirni tashlaydi. Buning bir yaxshi fursat ekanligini bilgan Katabba qoshlash degan mana mondoq bo'ladi deb Bahubalining ichitishini biroqli qoshlab etdi. Nima qiziq bu? Kechirsizlar shahzoda. Bu onangizning buyrug'i. Bu vazifani tamomlasam, men o'ngishli janjang bo'laman. Bo'pti tog'a, buni tushunaman. Hozir xizmat depish oson emas. O'lib ketadigan jahonga bumi yaxshi bo'ldi. Meni eng oxir bir poch rasmga tortib qo'ysang bo'lamdi. Bahubali Hindistondagi 3-nomerlik toshga yo'linib, intayin shay bir harakatda o'ltirib, qattiq vaqiraydi. Meyyanni osh! Kishmish! Bu chaqda Baladiva to'satdan paydo bo'ladi. Vay ötey adash. Bahubalining o'lganligini ko'rgan Baladiva salbiy personajlarning esil fazilatini joriy qildirib, o'zining qilgan atganlarini birni qo'ymay so'zlashga boshlaydi. Hamda o'lab xizga aylanib ketgan Bahubalini kayni-kaynidan netchini budav qilib etadi. Bu maydon jangdagi eng yaxshi MVP bo'lib baholangan Katabba podshoning gaplarini anglab qattiq cho'chib ketadi. Hamda validamning oldiga haqiqiy ahvolni aytgani keladi. Mana bu o'g'lingizning qini. Ha? Nima qiliq bu? Og'zingni yum satxotun. Ha, desalar balangning sanga bo'lgan muhabbatidan gumonlanib, o'pchirangdagi tayin yo'q to'qopoq siz xiyong yo'laning depiga usul o'ynab, o'z balangni qarab turib o'lim girdog'iga qistab apading. Lekin sen bilamsa, sening o bechara balang toki o'lgicha seni yod etib keldi. Sening g'ururingni qo'g'dab keldi.
Bularning hammasi sening ashu amroq balang bala divaning hilisi. Oh my god. Bilmey deptimen diva çıraylık. İken neslide bahu çıraylık. Ayrılgan çağda apla kadabba Yemini tezüyle katappa. Asli hamma o'yinni bola diva bilan jala divaning bir qo'lliq qilolganligini bilgan Poliko'zxon kichik piyilliq bilan o'z kelindan apo so'rab navirsini quchig'iga oladi. Hamda pastda g'ulu-g'ulu qilayotgan xalqning oldiga chiqadi. Bahubali o'ldi. Mana bu yangi taxt varisi Mahitra Bahubali. Bu chaqda intoyin haybat bir naqsh chiqadi. Gansa, Wagansa, Nigansa, Gansa, Wagansa, Nigansa. Xalqlar o'zining yangi shoyini ko'rib intoyin hayajonlanadi. Xotin kayniga qarab qo'y, o't ketdi. Yo, o'tni o'chiringlar, o't ketdi. Bu paytda fursat pishib yetildi deb Jaladiva umrda xonishni ko'rib baxmagan lashkarlarni chaqirib xonishni o'ltirib etmoqchi bo'ladi. Dongliq qilishvoz Katappa bo'lsa, qilishni tashlab qo'yib, ishikdan birini qo'mirib elib, odam kelsa qo'rqmayman yapir, chunki badu menda fangdawmir deb dushmanlarni vaqtincha to'sab qoladi. Odatda bir jini bilan yuzga tetiydigan Katappa rejissorning o'rinlashtirishi bilan podshoning bo'sh bir tepshig'iga yetib berdi. Xonish bo'lsa, qizim, siz tug'utdini yangi qopdingiz. 40 kungacha ish yeriga barmay chim yiting. Men tövenge dekkile chip chiqaychimi? Depla dishatungdav bilan qechib ketadi. Karvonxonaga ko'yib yurgan Baladiva, Bahubali sen uchun onamdan kechalmidi. Men bu masalani osonla hal qilaman. Buningdan keyin qinapining dardini tatmaysan deb o'z onasini o'xya bilan yo'lga sep qo'ydi. Suvga tushib ketgan Baliko'zxon amaliyotda o'lmagan edi. U o'zini qurbon qilish badaliga Bahubalining o'g'li Mahitra Bahubali yana hozirgi Shivaning jinini saqlab qoladi. Dadasini o'ltirib bu gaplarni qilchimi xijil bo'lmay Shivaga deb berayotgan Katappa men qiyirdim. Qo'lingdan kelganini qil. Dadangmo xo'rk yo'g'an bir nima deydi. Bu gaplarni anglagan Shiva onasining yiniga yugurib keladi. Hey ona, dadamning yo'g'an, dadamning xo'rigini yo'g'an deydi-ku. Ha, nerede qaldinglar? Netijildin yoki fuarda deb qo'ysanglar bo'lmabdi meni. Tag'am degan bir nimani qovurg'ini ushlab etmaydigan bo'lsam, bu gaplarni anglagan xalqlar taraf-tarafdan yig'ilishib ketadi. Nima bo'pti? Mobalni podsho bo'lgan deydi-ku. O silvalaylijimi, silvag'imiz qoladi. Ammo g'azab yarishibdi-ku mobal. İçilib ketibdi ama bidir. Men bayatın silanmay qoldim. Men shu silanmay qoldim. Hey yigitlar, bu texi boshlanish. Xandallikni bir qo'limizga olayli. Ni yo'g'on narsalar boslaydigan. Oligey! Bu chaqda yana bir tarafda bo'lsa, podsho Baladiva zodi qandoq zanjir taqiganda haqiqiy xep-qop bo'la oladiganligi to'g'riliq bosh qotiryotdi. Mavo bekpayzi zanjirdi. Lekin taqib olsam sal jo'nye ko'rinmay qolamanki. Hey, lekin bekpayzi omraqdimda. Haqiqiy Robning ro'yi zodi zanjirdimu, qopiyadimu? Ajab beshim qotdi. Hocam, Katappa bir top gangstarlarni boshlab siz bilan birga-bir battle qilma deydi. Tes qilamdika. Bu chaqda podsho o'zining bobejingsini ishqa silib, Yiroqdagi ahvolni kuzatib boqmoqchi bo'ladi. Hamda Yiroqdan so'ngrin tov qilg'ini kelgan Sharvonxonni ko'rib qoladi. Ammo kirim qilmagan satang bir cho'kan kelyapti dojima. Olam, nima bo'ldi? Gaqila. Tercho'kamika. To'xta, men ko'ray. Men amroq. Nadiki qiyircho'kanu. Bahubali ekan-ku. Bu chaqda Sharvonxon qarindoshlar jam bo'lsa deyman degan naqshini to'lab, Baladivaning bolasining bir qismini qaytirib berdi. G'iriblikda qolmasa ona, yolg'izlikda qolmasa dada, qilsa bola burchini ota. Qarindoshlar jam bo'lsa deyman. Azaldan biriga bir chiqishdan qo'rqmaydigan bu podsho qo'shin boshlab o'zining omroq kombayinsini haydab, yo'lni jiroq ko'may Sharvonxonning yiniga keldi. Va Sharvonxon bilan ishkirlab paranglish uchun mehmon do'stlarcha put qo'lni bog'lab, o'zining o'rtasiga kirib ketdi. Botir Shiva onasini qutqizish uchun podshoga o'xya otdi.
lekin kino tex tugmadi-da. Shunga podsho undaq oson o'lmaydi. Hamda kopli qilib o'xyoni tutib oladi. Ey baladiva, oldin qitim o'xyoni bundaq tutib olgan odamning oqibati yaxshi bo'lmagan-jimi? Nimali bo'lmas diqqat qil. Baladiva shivoni to'sib olish uchun lashkarlarni o'xyo etishga bo'ydiydi. Baladiva shivoni to'sib olish uchun lashkarlarni o'xyo etishga bo'ydiydi. Shiva bo'lsa, "Akang xuyen, bundaq ishlardan qo'rqmaydi" deb yonmay oldiga chiqadi. "O anangni xotirjam bo'lsin desang, bundaq qaramliq qilma. Nima qilib bersam bo'ladi? Ha? Anam dedim-ku. Kallangni ishlat dadangdek ishak bo'lma. Vaqiraysan jaranglik, qilma hargiz qaramliq. Ahling bo'lsa shoburut, o'p cho'rimiz baranglik. To'satdan Shivaning kallasiga Finnudi Shavnyav degan o'yin kelib qoladi. Shivaning lashkarlari shunchalik chinki, yog'och sunsundiki sunk sunmaydi. Bizning Botir Shiva qoida sanchur solsa, qoida meygo duyjanga o'zgaradi. Yana bir tarafda bo'lsa, bizning Pakmaya ishtqu zavotimizning birinchi qo'li Jalodiva Katappaning toz beshini aylantirmoqchi bo'ladi. Ey Katappa, hamini datsini o'ttirib etding. Ko'nilada toz bo'lsang gadangichi bo'l degan gap botdi. Sen tiha hamda o'ttirg'ich toz bo'lsa, Shivanimi o'ttirib etib, "Xapoma, men qayerdim, menga nima amal" deb turvasangli bo'laverdi. Katappa qo'lidagi shamshirni qattiq tutib, Shivani o'ltirib etish niyatiga keldi. Dal mush vaqtda beshini ko'tarib, kunning nayzi bo'yi o'rliganligini ko'rgan Katappa Jalodivani ta'tir qachat bilan birni soladi. "Ey, toz qaptimi ozg'ili? Bir kimani mengit ko'ryotamsa, tozning ahli tushdinkin deb anglamaganmi? Hozir tushdinkin bo'p bo'ldi. Endi topdim ahlimni. Bugun topdim ahlimni. Endi xumsi bo'lmayman." Otishning anjiri yomon, Robchining zanjiri degan gapni anglagan Shiva, Baladivaning zanjirini uzitish orqali o'zining rab dunyosiga kirdigan yo'lini taltuks ichib yutdi. Tashlab ketdik. Yenimdeki poxotunni chaqirdim men ana, kep qoldim men yeningga, taxt talishmana. Yaman bo'lsang o'zing chiqib bir-birlab chana, lekin mening odimimga qishalmisan sana. Yo, akang Baho MC Shiva. You checking up? Oh yeah, okay. Yo, checking out, this is MC Diva Zanjir. Okay, boshlab ketdik. Come on. Ey jiyanim, etvatqinning g'azalmi yo rapmi? Ya bo'lmasa qung'ang'ilni urib topgan gapmi? Atrofingga qarab baq, odimimni sanab baq. Bir ko'y to'lab ko'rishim, cho'qim menga shartmi? Men nima dedim? Ya pul to'lab ko'midim. Sen ishlaganga sen rozi, bekorlik ko'ygaga men rozi. Gapingning ma'nosi nima zoti? Bahubali Mehmet Sali. Qo'limda bozgan mikrofon, Po'lat Saymanim mikrofon, kallanga bir mush mikrofon, motherfucker mikrofon. Yeah. Rapti Baladivaga tankilanmagan Shiva bir mushyab Xogo qozonning yiniga berib qoladi. Xogoning tuzini tetib rus bir yavog'andan keyin bu tomoqning amaliyotda haqiqiy issiq bosadigan er kishiga kuch-qudrat beg'ishlaydigan tomoq ekanligini isbotlab berdi. Baladiva bundoq quvvatli tomoq yegan Shivaga tankilanmay qoladi. Hamda o'zining o'tgan kunlariga ichinib qattiq vaqiraydi. "Hammang Bahu balam deysa, shulam xo'li bo'lamda, ha? Men bir xo'li bo'lib baqsam nima bo'ladi?" Sharvoni ham bo'lsa, "Mana amisa seni o'zim bir qo'lli xo'li qilibman" deb, uni maydondagi qiziq nuqtaga aylantirib yetdi. Shundoq qilib Shiva Hindiston xonadonligi podsho bo'lib taxtga o'ltirdi. Hamda Hindistonning bugungi kunga kelganda dunyodagi nomratlar nupusi eng ko'p davlat bo'lishiga asos soladi. Chunki u bir obdan taqsidan qolgan oltinlarni xalqqa yeritib taqitib bermay suvga tashib yetdi. Shuning bilan bu kinorimiz oxiri tugadi. Izchil salonimizdan bir ko'y to'ylab setib olib ko'rayotgan do'stlarimga rahmat aytaman. Sizlar mening eng yaxshi qo'llag'uchilarim. Keyingi kinoni oldin ko'rmoqchi bo'lsangiz, bir ko'y tayyorlab qo'ying, ha?